zamona. Boy ham ketar, kambag'al ham qolmas hech kim bu jahonda. Kecha kulgan bugun yig'lar, bahor o'tar, xazon kelar. Odam bolasi anglamasa, armon bilan umri o'tar. Ey birodar, yaxshilik qil, qo'ling turgan chog'da saxiy bo'l. Mol dunyo bir kun qolib ketar, yaxshi noming hamroh bo'lur. Ey birodar, zulm qilma, ko'ngil sindirib yo'l yurma. Bu dunyodan ketganingda faqat amaling qo'l ursin. Endi o'zaka siz nima qilibsiz? Shu avvalambor do'stlarim bilan o'tiribman. Markaga. Bu Samarqand. Bu Samarqandni nonni yegan chumchuq Makkadan qaytib keladi. Bunaqa joylari, bunaqa jannatlar yo'q, kam. Avvalambor do'stlarim bilan shuni o'tiribman. Har yil, har bo'lmasa ham har to'ygacha bitta kamayib ketdik. Biz qancha edik? Mana bag'imiz yetib qo'yadi, 70 ga boryapmiz. Lekin men avvalambor Xudodan shuni so'rayman, hamma do'stlarim sog' bo'lsin, men shundan oldinroq o'lsam mayli. Lekin do'stlarimni qadriga borish boshqa hech bu hammasi pul uchun emas. Biroq qadr qimmat degan narsa ham bor degan. Bizlar bir-birimizni ko'rgan vaqtda bir mehr bilan do'stimiz deb mana o'tiribman, mana shu o'tiribmiz. Qilgan ayrimlarimiz, qilgan ishlarimizni betimizga ayta olamiz. Birovdan yashirmasdan. Biz to'p-to'p olamiz, noto'g'ri bizga ayta olmaymiz. Men avvalambor shuni tashkil qilgan mana bloger Hojibobomiz Abdullaga rahmat. Mana Musinjon mana o'zini bog'idan olgan mevalarga qarang qanday. Hammasi. Nega restoranda odamlar aytayapti-ki, nima uchun bizlar uchun 20% pul olamiz. Mayli, pulni olsin, lekin bizlar yetishtirgan odamga rahmat deyishimiz kerak. Yo, rahmat deyishimiz kerak. Shuni yo'llab o'tirib hammasi. Nima qil, bu nima qil, do'stim mana o'zi gapirdi. Bular hammasi davr. Bu olamda hammamiz mehmon. Kim qolurlar, bo'larlar ustim. Chehrangni och, qalbingni ochgin bir lahzada dunyoda bo'lur. Hurmatli azizlar, mana davrimiz yana davom etadi. Do'stim Musulmonjon. Bu kishi mana 2-3 marta mana bu YouTube'dan chiqib shoirlar o'zlarining she'rlarini bilan nima bo'ldi? Mana o'ylaymanki, bugungi 3-she'rlarni bugun aytadi. Marhamat Musulmonjon. Hurmatli sinfdoshlar, mana bugun mana shunday bir davrada o'tiribmizki, mana sinf maktabni tugatganimizga mana 50 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yildan baqa mana shu o'tirishlarimiz davom etib kelyapti. Mana shu o'tgan onalar oramizdan ketganlarning oxirati obod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Xudo taolo qolganlarni o'z panohiga asrasin. Hammamizni topganimiz faqat mana shunday yaxshi kunlarga o'tirish nasibini o'zi aylasin. Hammaga sog'lik, salomatlik. Bundan keyin ham o'tirishimiz hamon davom etaversin. Ey yashang, salomat bo'lsin. Oling qani, oho, uni qarang. Hammasi bor. Qani, gapiring qani. Gapiring ha. Bizdami? Mana bugun yoshlarni musulmonlar qo'yib qo'ygan joy. Yo'qni bo'yni. Rahmat. Dam olayotgan joy. Bu xalqdan, bu haqiqatan bu asosiy joy bo'lib tanlab. Joyga damlabdi. O'zimizga shunday joy bor ekan, shuni bilmay yuribmiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun hammalaringga rahmat.